2025-yildagi eng byudjetli telefonlar qaysi? 2025-yildagi Samsung A06 variantimiz bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa ko'rinishda $100 dan $105 gacha to'xtaniladi bu telefonimiz. Keyingisi Samsung A26 varianti bo'ladi. Ya'ni shunaqa ko'rinishda bu narxi $200 dan $250 gacha bo'ladi. Xo'p, Samsung A36 variantiga keladigan bo'lsak, bu $300 dan $305 gacha to'xtaniladi. Xo'p, bundan keyingi variantlarimiz A56 varianti bo'ladi. Bu 56sini $350 dan $380 gacha to'xtaniladi byudjetli variantlarimiz. Redmi modellaridan bo'ladigan bo'lsa, Redmi 14C varianti bo'ladi. Redmi 14C bu narxi $90 dan $100 gacha to'xtaniladi. Keyingi varianti Redmi Note 14 varianti bo'ladi. Buning narxi $165 dan $180 gacha to'xtalinadi o'sha buning varianti. Xo'p, bundan o'sha keyingi variantlarga o'tadigan bo'lsak, Honor bo'ladi. Honorlarimizning protsessorlari juda ham kuchli bo'ladi. Byudjetli variantlarimizga kiradi bular ham. Xo'p, bularning narxiga keladigan bo'lsak, $200 dan $245 va $250 gacha to'xtalinadi. iPhone ishlataman deyotgan odamlarimizga, misol uchun 11 ni tavsiya qilamiz. Bular narx-navolarga keladigan bo'lsak, $200 dan $250 gacha to'xtalinadi. 11 emas, aka, bundan ham kuchliroq bo'lsin, yaxshiroq bo'lsin deyotganlarga iPhone 12 Pro yoki 12 ni o'zini tavsiya qilamiz. Bular narx-navolarga keladigan bo'lsak, $300 dan $350 gacha to'xtalinadi. Telefon olmoqchi bo'lsangiz yoki telefoningizni sotmoqchi bo'lsangiz, bizda Trading xizmatlarimiz ham bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz.